molni so'yib turib, hammasini mehmon qildi, ularni kuzatdi. Endi bu bilan nima demoqchi? Bu yerda qanday foyda olamiz? Biz befarq bo'lmaylik. Dinni bugungi kunda g'am qilib olaylik o'zimizga. Yetkazaylik. Masalan, hozir kim men zo'r, men Allohning oldida men pokman deya olaylik. Shu men to'g'ri jannatga kirib keta olayman deydi. Hech kim, hattoki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytayapti. Payg'ambar alayhisalom yonlariga keldi, aytayaptiki, "Yo Siddiq," deyapti. "Sizga deyapti, Alloh taolo salom aytdi," deyapti. Kim salom aytyapti desa, Alloh taolo salom aytdi deyapti. Endi tasavvur qilinglar, shaharning meri Tohirjon. Ashitdi Tohirjon degan bola bor. Ayting bolaga salom aytinglar deb bittasi aytib olsa, Tohirjon qanchalik bo'lsa bo'ladi. Endi tasavvur qilinglar, Alloh taolo aytyapti. Butun olamlarning parvardigori salom aytyapti. Do'di shu Siddiq nima qilyapti? Abu Bakr sajdaga yotib olyapti. Nimaga desa, men Allohning makilidan xoli emasman. Ya'ni Alloh hammamizni sinab imtihon qilib oladi. Biz kimmizki Allohning oldida pokman deb bora olamiz. Ibrohim alayhisalomni nima qildi desa, ular cho'qorni uni yo'q borish kerak. Ular mushriklar Madirga o'tinlarni to'pladi-yu, yo'q borib turib o'zlari yaqin kela olmasa, endi Ibrohim qanaqa qilib tashlaymiz? Manzilni o'tkazib otamiz, to'satdan. Otamiz deb otadigan paytda bir rivoyatda keladi, chumoli deb keladi, bir rivoyatda qaldirg'och. Qaldirg'och sen nima qilyapsan desa, men suv tashiyman. Nima suv tashiyapsan desa? Hozir bular uni o'tda Ibrohim alayhisalomni kuygizaman deyapti. Sen kichkinagina jonivor bo'lsang, og'zingda tashigan suv bilan o't o'chadimi desa, yo'q. O'chmasligini men bilaman, lekin men suv tashiyotganlar orasida bo'lay. Shuning uchun hammamiz ixtiyorimiz o'zimiz. Holvatdan turib hammamiz chiqib ketsak bo'ladi. Hech kim bizni to'xtatmaydi. Hammamiz ixtiyorimiz o'zimizda. Masalan, men televizorda yoqib olib bo'lsa, TikTokni ko'rib o'tirsam ham bo'ladi. Endi mana shu yerda mahallada bitta kasallik yo'q. Yo'qmasa men mana shu yerda bitta ikkita mahallada chiqolmayman. Achilarni yo'qlab qo'yaman. Mana shu yerda ko'pchilik bo'lib mahallaga boramiz deb turib niyat qilib ana shu Allohning yo'lida ozgina vaqtini ajratib qo'yadiganlar bormi? Yo'q. Masalan, agarda bo'ladigan bo'lsa, Alloh hammamizga tavfiq bersin. Hozirga bir duo qiling. Mahallamiz shunday bir fayzli baraka bo'lsinki, har ishda bir jamoa bilan ko'pchilik bo'lib qiladigan bir jamoa bo'lsin. Hozirga Hozirga duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor hammamizni o'zing haq yo'lga hidoyat qilgin. Parvardigor dinini Alloh musulmonlarni o'zing aziz qilgin. Allohumma salli va sallim.